Oltin zamon xabarlari. O'zbekiston ketma-ket 3-oy eng ko'p oltin sotgan davlat bo'ldi. O'zbekiston Markaziy banki aprel oyida 11 tonna qimmatbaho metall sotgan holda jahonda eng ko'p oltin sotuvchisi deya ma'lum qilindi. Jahon oltin kengashi aprelda markaziy banklarning sof oltin xaridlari 12 tonnani tashkil etgan. Bu mart oyiga nisbatan 12% ga kam. Xaridlar bo'yicha yetakchi Polsha Milliy banki bo'lib, o'z oltin zaxiralarini 12 tonnaga oshirgan holda 509 tonnagacha chiqargan. O'z navbatida O'zbekiston Markaziy banki oltin zaxiralari hajmini yana 11 tonnaga kamaytirdi. Yil boshidan beri zaxiralar 26 tonnaga qisqarib, 156 tonnagacha pasaygan. Bu ma'lumotlar kun.uz saytidan olindi. Sizlarni bu yangiliklardan xabardor qilgan jurnalist Sevinch Oy Zafar qizi.